Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun onlayn darsimizning 4-siga yetib kelibmiz. Qarang. Uglevodlar mavzusi haqida gaplashamiz. Demak, boshladik. Uglevodlar. Uglevodlar tarkibida asosan uglerod, vodorod, kislorod atomlarini saqlaydi. Ba'zi uglevodlarda azot, fosfor, oltin yuklar ham uchrashi mumkin. Ko'p uglevodlarda vodorod bilan kislorodning nisbati xuddi suvdagiga o'xshab ikkiga bir holatda bo'ladi. Shundan kelib chiqib turib, uglevodlarga umumiy formula hosil qilishimiz mumkin. CnH2OM. O'zi uglevod so'zining ma'nosiga e'tibor bersak ham, uglevod deyilyapti. O'g'il va voda. Ya'ni ko'mir, suv deyilyapti. Ruschadan o'zbekchaga tarjima qilsa. Endi shu ma'noni o'sha formulaga bog'laylik. Ko'mir nimadan tashkil topgan? Ugleroddan tashkil topgan. Voda esa kimyoviy formulasi H2O bo'ladi. E'tibor bering. C ko'mir, ya'ni o'g'il bo'lyapti. H2O esa voda, ya'ni vod bo'lyapti. O'g'il, vod, uglevod. Yoki bo'lmasa uglevodlarning yana bitta nomi bor, karbon suv. Karbon degan so'z bu uglevodni bildiradi. O'sha nimadagi Dmitriy Ivanovich Mendeleyevning davriy jadvalidagi uglerodning belgisi C hisoblanadi. O'sha C lotincha nomdagi karbon deb nomdagi bosh harfi olingandan hosil bo'lgan. Ya'ni karbon bu o'zi aslida shu ko'mir yoki bo'lmasa o'sha uglerodni ko'p saqlaydigan modda. Suv esa o'sha mana o'z joyida turibdi. Kelib chiqishiga e'tibor berib qo'ying, yodingizda qolsin. Va o'ng tomonda rasmlar turibdi, e'tibor bering. Mana glyukoza. Glyukozaning ikkinchi nomi uzum shakari. Nima uchun? Chunki uzum tarkibida glyukoza ko'p miqdorda uchraydi. Keyin glyukoza va fruktoza kabi uglevodlar suvda yaxshi eriydi. Gul nektari va asalning asosiy tarkibini tashkil etadi. Yodimizda qolsin. Demak, davom etamiz. Organizmlar tarkibidagi uglevodlarning miqdoriga bir nuqta to'xtalib o'tish kerak. Xo'p, hayvon hujayralarida uglevodning miqdori 10% dan oshmaydi, ya'ni uncha ko'p emas. O'simlik hujayralarida esa 90% gacha bo'lishi mumkin. Xo'p, hayvon hujayrasida uglevodga shu misol qilib glyukogenni olishimiz mumkin. Asosan glyukogen yoki bo'lmasa glyukozalarni olamiz. Hayvonlarda o'sha glyukogen almashinuvi eslasak, glyukagon va insulin deb nomlangan gormonlar ta'sirida yuz berar edi. Xo'p, rasmga e'tibor beradigan bo'lsangiz, pankreas, ya'ni oshqozon osti bezi o'zidan glyukagon deb nomlangan yashil nuqtalar bilan berilayotgan gormonlarni ishlab chiqaryapti va jigardagi to'plangan glikogenni glyukozaga parchalab qonga o'tkazib beryapti. Xuddi shu jarayon odam och qolganida, qonida glyukozaning miqdori pasayib ketganida sodir bo'ladi. Yodimizda qolsin. Rasmda juda tushunarli berib o'tib ketilayotgan shu hodisa. Endi shu jarayonning mutlaqo teskarisini, ya'ni strelkalarni, mana shu strelkalarni teskari tomonga qaratib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni glyukozani qondan jigarga glyukogen ko'rinishida o'tishi esa insulin ta'sirida yuz beradi. Endi va bu o'ng tomonda esa o'simliklarda zaxiralarda to'planadigan kraxmal haqida gapirilyapti. Glyukozalar qo'shilib turib, mana kraxmalni hosil qilyapti va bu kraxmal kartoshkaning asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi. Istasak, kartoshka o'zining tarkibida 20% kraxmal saqlar edi. Kartoshka tugunagini nazarda tutyapmiz. Kartoshka mevasini emas. Shu narsa esimizda qolsin. Davom etamiz. Endi uglevod turlariga to'xtalaylik. Uglevodlarni biz 3 ta guruhga ajratishimiz mumkin. Bular monosaxaridlar, oligosaxaridlar va polisaxaridlar. Monosaxaridlar eng kichik uglevod turlari hisoblanib, ular uglevodlarning monomeri hisoblanadi. Mana rasmga e'tibor beraylik. Bitta qismdan iborat xolos. Va oligosaxaridlar esa monosaxaridlardan farqli ravishda 2 tadan 10 tagacha monomerdan tashkil topadi. Mana oligosaxaridning bitta turi 2 ta monosaxariddan tashkil topyapti va buni biz disaxarid deb ataymiz. 2 ta monosaxarid bo'lganligi uchun disaxarid deb ataymiz. Xo'p, demak 2 tadan 10 tagacha bo'lsa, esimizda saqlab qolaylik, oligosaxarid deb atayveramiz. Va agar monomerlar soni 10 tadan ko'p bo'lsa, juda ham ko'p bo'lsa, unda uni polisaxarid deb ataymiz. O'zi bu yerda mono degani 1 degani, di degani 2 degani, poli degani ko'p degani. Shu ma'nolarga e'tibor bersak, esda saqlab qolishimiz osonroq bo'ladi. Xo'p, va yana bir narsani aytib o'tib ketaylik. Disaxaridlarda yoki polisaxaridlarda ichidagi shu monomerlarni bog'lab turgan mana bu bog' glikozid bog' deb nomlanadi.
Glykozid bog'. Ha, disaxaridda demak e'tibor berayotgan bo'lsak, bitta glykozid bog' bo'lyapti. Agar shu trisaxarid bo'ladigan bo'lsa, unda glykozid bog' nechta bo'lib qoladi? Ikkita bo'lib qoladi albatta. Hop, davom etamiz. Inglizcha matnlarga e'tibor bersak, monosaxaridlarga glyukoza, fruktoza, galaktozani misol qilib beryapti. Disaxaridlarga esa maltoza, saxaroza va laktozani misol qilib beryapti. Polisaxaridlarga esa kraxmal, glikogen va sellyulozalarni misol qilib berib o'tib ketyapti. Demak, shular bo'lyapti va bu matnda berilmayotgan atama, ya'ni glykozid bog' yodingizda qolsin. Davom etamiz. Endi monosaxaridlar haqida gaplashamiz. Monosaxaridlarga alohida to'xtalamiz. Hozirgina aytib o'tib monosaxarid so'zidagi mono degani bir degani. Monosaxaridlarning muhim xususiyatlari. Monosaxaridlar suvda yaxshi eriydi, shirin ta'mga ega, rangsiz, kichik tarkibiy qismlarga gidrolizlanmaydi. Hozir bu yerda gidrolizlanmaydi deganda nimani nazarda tutyapmiz? Agar bu disaxarid yoki oligosaxarid yoki polisaxarid bo'lganda u gidrolizlanar edi. Monosaxarid esa gidrolizlanmas ekan. Demak, gidrolizlanish jarayoni deganda biz qaysi bog' turi uzilishini nazarda tutyapmiz? Albatta, menimcha tushungan bo'lsangiz kerak, glikozid bog' uzilishini nazarda tutyapmiz. Ya'ni gidrolizlanish reaksiyalarida glikozid bog'lar uziladi. Monosaxaridda esa glikozid bog' yo'q, shuning uchun u gidrolizlanmaydi. Hop, davom etamiz. Monosaxaridlarning nomlanishi. Monosaxaridlarni biz uglerodning soniga qarab, ya'ni monosaxarid ichida bo'ladigan uglerod soniga qarab, mana e'tibor bering, ribozada 5 ta ekan. Xuddi o'sha uglerodni soniga qarab turib guruhlarga ajratib chiqamiz. Bu guruhlarning nomini qo'yishda shu uglerod atomining soni asos qilib olinadi. Misol uchun, triozada 3 dona uglerod atomi bor, tetrozada 4 ta, pentozada 5 ta, geksozada 6 ta uglerod atomi bo'ladi. Va har doim shunaqa nomni oxiri oza qo'shimchasi bilan tugaydi. E'tibor bering, oza, aza emas. Aza bo'lsa ferment bo'ladi. Oza bo'lsa mana ko'rib turganingizdek monosaxarid yoki uglevod bo'lar ekan. Xo'p, davom etamiz va ayrimlarini eslab o'tib ketaylik. Eng ko'p tarqalgan monosaxaridlarni pentozalilarga, ya'ni 5 ta uglerodlilarga riboza va dezoksiribozalarda olishimiz mumkin. Esimizda bo'lsa, riboza RNK va ATF tarkibida uchrardi. Dezoksiriboza esa DNK tarkibida uchrar edi. 6 ta uglerodlilar keksozalarga misol qilib glyukoza, fruktozalarni, galaktozalarni olishimiz mumkin. Mana rasmga e'tibor bering. Bu fruktoza C6H12O6 formulasiga ega bo'lyapti. Bu esa galaktoza C6H12O6. E'tibor bering, galaktoza va fruktozaning formulalari bir xil va glyukozaniki ham xuddi shunaqa. Lekin ularning kimyoviy tuzilishida farq bor. Yaxshilab e'tibor beradigan bo'lsangiz, bu fruktozada halqa da 4 ta uglerod va bitta kislorod bo'layotgan va uglerodlar alohida qismlarda joylashayotganligini ko'rishingiz mumkin. Mana shu sanab chiqadigan bo'lsangiz 6 ta chiqadi. Hop, bu galaktozamizda esa halqamiz 5 ta uglerod va bitta kisloroddan tashkil topgan. 6-uglerodda esa mana tashqarida alohida qism ko'rinishida ko'rib turibmiz, radikal ko'rinishda ko'rib turibmiz va glyukozamiz ham xuddi shunaqa. Endi yaxshilab galaktoza va glyukozani farqini topaylik chiqaning. Farqi aynan qaysi nuqtada ekan? Xo'sh, farqi nimada bo'lyapti? OH-larini joylashishida bo'lyapti, e'tibor beradigan bo'lsak. OH bunisida pastda bu tomondagi OH-larning birikishida farq bo'lyapti ekan. Xo'p, davom etamiz va riboza va dezoksiribozalarga e'tibor beradigan bo'lsak, buni farqini yaxshilab tushunib olishimiz kerak. Ribozada formula C5H10O5 bo'lsa, dezoksiribozada esa C5H10O4 bo'lyapti. Ya'ni dezoksiriboza uglevodlarning umumiy formulasiga mos kelmaydi. Esimizda bo'lsa, uglevodlarning umumiy formulasida vodorod 2 bo'lganda kislorod 1 bo'lishi kerak edi. Ya'ni ikkalasi nisbati 2 ga 1 bo'lishi kerak edi, lekin bu yerda mana vodorod 10 ta bo'lganda kislorod 5 ta emas 4 ta bo'lib qolyapti. O'zi ma'nosiga ham e'tibor bersangiz, tez inkor, oksi, kislorod
riboza esa o'z joyida. Ya'ni kislorodi kam riboza deganidir. O'zi dezoksiriboza degani ham. Ma'nosiga e'tibor berib qo'ysak, esimizda yaxshi qoladi. Demak, kimyoviy tuzilishlari yodimizda qolsin. Monosaxaridlarga to'xtalib o'tdik. Endi navbat glyukozaning ahamiyatiga. Glyukoza erkin holatda to'qima suyuqliklarida plazmada uchraydi. Uni to'qima suyuqligi aynan shu qonni o'zini plazmasi olib kelib beradi. Ya'ni ichaklarimizda qonning plazmasiga glyukoza so'rib olinadi va butun tanamizdagi hujayralarimizga yetkazib beriladi. Qondagi glyukozaning miqdori doimiy bir xil turishi kerak. Biz oziq iste'mol qilganimizda ichaklarimizdan so'rilgan glyukoza qonimizda ma'lum bir muddat yuqori darajada turgandan keyin insulin gormoni ishlab chiqarilib, uni miqdori yana joyiga tushishi kerak. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana shu qismda aytilyapti, qondagi glyukozaning miqdori 4,5-5,5 millimol bo'lishi kerak. Yoki boshqacha o'lchovlarda aytadigan bo'lsak, 80-120 milligram foiz bo'lishi kerak deyilyapti. E'tibor bersak, mana shu 4,5-5,5 millimolda 4,5 dan kamayib ketadigan bo'lsa, qondagi glyukoza miqdorini 4,5 dan oshirish kerak. 4,5-5,5 oralig'iga olib chiqish kerak. Buning uchun qondagi glyukozaning miqdorini ko'paytirish kerak. Bu vazifani bundan oldin aytib o'tib ketdik. Glyukagon gormoni bajaradi. Ya'ni boshqa so'zda glyukagon chiqib, jigarimizdagi glyukogenni glyukozaga parchalab qonga o'tkazadi. Shu tariqa qonda glyukoza miqdori ortadi. Endi buni aksini aytadigan bo'lsam, endi buni bu tomondan ko'raylik. Agar qondagi qand miqdori, ya'ni glyukozaning miqdori 120 dan oshib ketadigan bo'lsa, unda qondagi glyukoza miqdorini kamaytirish kerak. Buning uchun shu ortiqcha glyukozamiz jigar va muskulimizda insulin deb nomlangan gormon ta'sirida zaxiralab qo'yilar edi. Davom etamiz. Endi shunaqa agar insulin gormoni yetishmaydigan bo'lsa, qondagi qand miqdori 120 dan doimiy ravishda baland yuraveradi. Va bu esa qandli diabet deb nomlangan kasallikning kelib chiqishiga sababchi bo'ladi. Hop, bu rasmga e'tibor beradigan bo'lsak ham yaxshi narsalar tushunishimiz mumkin. Glyukoza miya uchun asosiy energiya manbai ekan, buyrak uchun ham asosiy energiya manbai, muskul uchun ham asosiy energiya manbai ekan. Va glyukoza jigarda zaxiralanishi ham yuz berar ekan. Triglitserid deb nomlangan modda hosil bo'lishida ham katta ahamiyatga ega ekan. Va muskulda glyukogen hosil bo'lishida ham katta ahamiyatga ega bo'lyapti. E'tibor bering, bu tomon zaxiralanish bo'lyapti. Bu tomon bo'lsa, ATF sintezlanish uchun, ya'ni energiya hosil qilish uchun sarflanishi bo'lyapti. Va bu 90 gram glyukoza bo'lyapti. Bir kunda 90 gram glyukoza iste'mol qiladigan bo'lsak, shu 90 gram glyukozani 17 grami zaxira holda to'planar ekan, 2 grami shunaqa triglitserid deb nomlangan moddani hosil qilish uchun ishlatilar ekan. Ya'ni bu triglitserid deb turib, o'sha ayrish nimada? Anaerob parchalanishda hosil bo'ladigan moddani aytyapti menimcha. Hop, davom etamiz. Glikogen esa 24 gram zaxiralanar ekan. Muskullarni ishlash uchun 24 gram ketar ekan, buyrakni ishlash uchun 8 gram, bosh miyani ishlash uchun 15 gram ketyapti ekan. Hop, davom etamiz. Endi slaydimizning keyingi sahifasiga o'tamiz. Monosaxaridlarning ahamiyati. Triozalarga misol qilib, sut kislota va pirozum kislotani olamiz. E'tibor bering, pirozum kislotani umumiy formulaga tushmasligiga. Va sut kislota, shu pirozum kislotalar nafas olish jarayonida fotosintez qorong'ulik reaksiyalarida oraliq mahsulot sifatida hosil bo'lishi mumkin ekan. Esimizda saqlab qolaylik. Tetrozalarga eritroza misol bo'ladi. Eritroza B6 vitaminini hosil qilish uchun juda zarur ekan. Esimizda saqlab qolaylik. Pentozalarga riboza dezoksiriboza kiradi. Riboza, e'tibor bering, xuddi pirozum kislota kabi uglevodlarning formulasiga mos tushmaydi. Va riboza RNK tarkibida uchraydi, dezoksiriboza esa DNK tarkibida bo'ladi. Glyukoza hujayralarning asosiy energiya manbai sifatida aytib o'tilyapti. Fruktoza erkin holda o'simlik hujayralarning vakuollarida uchraydi. Galaktoza esa laktoza tarkibida uchraydi. Laktoza nimaligini hozir to'xtalib o'tib ketamiz. Demak, davom etamiz. Oligosaxarid va disaxaridlarga navbat. Oligosaxarid o'zi aslida disaxarid oligosaxaridning bitta turi. Oligosaxaridda boya ta'rifini aytib o'tib ketdik. 2 tadan 10 tagacha monosaxarid saqlaydi. Hop, 2 ta monosaxarid qoldig'ini o'z ichiga olgan oligosaxaridlarni disaxarid deymiz. Va 2 ta monosaxarid bir-biri bilan glykozid bog' orqali birikadi. Mana rasmga e'tibor bering. 2 ta glikoza
qo'shilib bitta disaxaridni hosil qilyapti. Va jarayonda 1 mol suv ajralishi ham sodir bo'lyapti. Xo'p, va bu yerda e'tibor bersak, disaxaridlarning 3 ta turi berib o'tish etilyapti. Birinchisi maltoza, ikkinchisi esa saxaroza, uchinchisi esa laktoza. Maltozani monomerlariga e'tibor bering. Glyukoza, ya'ni maltoza ikkita glyukozadan tashkil topgan. Saxaroza esa bitta glyukoza va bitta fruktozadan tashkil topgan. Laktoza esa bitta glyukoza va bitta galaktozadan tashkil topgan. E'tibor bering, galaktoza kichkinaroq, laktoza esa yirikroq bo'lib, galaktoza va glyukozaning qo'shilishidan hosil bo'lar ekan. Xo'p, endi mana shu joyda o'quvchilar bitta savol. Maltozani massasi qancha bo'lishi mumkin? Aytishingiz mumkin, glyukozani bittasini massasi 180, ikkitasini 360 bo'ladi deb. 360 desak, javobimiz noto'g'ri bo'lib qoladi lekin. Chunki e'tibor bering, mana ikkita glyukoza, ya'ni ikkita geksoza qo'shilganda bu tomonda 1 mol suv ham chiqib ketyapti. Ya'ni 360 dan 18 ta ayirib olishimiz kerak. Demak, maltozani yoki saxarozani yoki laktozani massasi 342 bo'lishi mumkin ekan. Va pastki qismimizda e'tibor bersangiz, mana shu disaxaridlarni boshqacharoq nomlari berib o'tish etilyapti. Maltoza don tarkibida ko'p uchraganligi uchun uni don shakari deymiz. Saxaroza esa shakarqamish yoki qand lavlagi tarkibida ko'p uchraydi, shuning uchun shakarqamish shakari yoki qand lavlagi shakari deb ataymiz. Laktoza sut shakari hisoblanadi. Xo'p, sut disaxaridi laktoza, sut monosaxaridi esa galaktoza hisoblanadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'p, endi navbat eng yirik uglevod turiga, uglevodlar guruhiga, polisaxaridlarga. Xo'p, polisaxaridlar yuqori molekulyar birikma, ya'ni polimer modda hisoblanadi. Ular disaxaridlardan farqli ravishda, monosaxaridlardan farqli ravishda ta'msiz bo'ladi. Suvda erimaydi, ya'ni gidrofob, kolloid eritma hosil qiladi. Polisaxaridlar monomeri monosaxaridlar bo'lib, ular glykozid bog'lar orqali birikkan bo'ladi. Ya'ni mana yana glykozid bog' o'sha monomerlarni qo'shib beradi. Rasmga e'tibor bersangiz 1, 2, 3 dona. Keyin yana davomi ham bo'lishi mumkin ekan. E'tibor bering. Qanchadir miqdordagi geksozalar qo'shilib turib, mana C6H10O5 deb nomlangan molekulyani hosil qilyapti. Va jarayonda nechta glyukoza qo'shilgan bo'lsa, xuddi o'shuncha miqdorda suv hosil bo'lishi ham yuz beryapti. Shu demak, o'sha uglevodlarning polimerlanish reaksiyasini chizmasi desak bo'laveradi. Va polisaxaridlarni turlariga e'tibor bering. Kraxmal, glikogen, sellyuloza, xitin, pektin lar hisoblanyapti. Va kraxmal, glikogen, sellyulozani monomeri glyukoza ekanligini eslasalaringiz, polimerlar mavzusini o'tganimizda gaplashgan edik. Kraxmal, glikogen, sellyulozani monomeri faqat glyukoza bo'lganligi uchun uni gomopolimer dermidik yo heteropolimer dermidik? Albatta, hetero polimer emas, gomopolimer deb atardik. Mana rasmga e'tibor bering. Kartoshkaning tarkibidagi kraxmal strukturasini ko'rib turibsiz. Va kraxmal strukturasidagi har bitta mana shu oltiburchakli qismlar, ya'ni geksozalar glyukoza monomerlari hisoblanadi. Xo'p, davom etamiz. Esimizda saqlab qolaylik, kartoshka o'z tarkibida 20% gacha kraxmal saqlashi mumkin. Yana qaytarib aytaman, tugunagi mevasi emas, kartoshkaning mevasi rezavar meva bo'lib, unda 20% kraxmal bo'lmaydi. Tugunagida bo'ladi 20% kraxmal. Davom etamiz. Endi monomerlarni soni ortib borgan sari polisaxaridlarda suvda eruvchanlik xususiyati tam pasayib boraveradi. Uglevodlar boshqa moddalar bilan birikib, har xil boshqa turdagi moddalarni hosil qilishi mumkin. Misol uchun, uglevod bilan hosil qo'shilsa, glikoproteid hosil bo'ladi. Lipid bilan uglevod qo'shilsa, glikolipid hosil bo'ladi. Mana boyadan beri aytayotgan joyimizga yetib keldik. Kraxmal zaxira holda to'planadigan uglevod turi bo'lib, ayniqsa donli mahsulotlar tarkibida ko'p uchraydi. Mana misol uchun sholi, ya'ni guruch va bug'doy doni tarkibida 60% dan 80% gacha kraxmal saqlanishi mumkin. Kartoshka tugunagida esa mana 20% gacha kraxmal saqlanishi mumkin. Hayvon hujayralarida esa kraxmal uchramaydi. Kraxmalning boshqacharoq turi glikogen uchraydi. Glikogenni hayvon kraxmali deb ham ataymiz, yodingizda qolsin. Kraxmalni strukturasi xuddi shunday shaklga ega bo'ladi.
Glikogenniki bunday shaklga ega bo'ladi. Sellyulozaniki esa bunday shaklga ega bo'ladi. Rasmli testlarda tushib qolishi mumkin. Shu shakllariga ham e'tibor berib qo'yaylik. Xo'p, endi glikogen, ya'ni hayvon kraxmaliga to'xtalaylik. Glikogen hayvonlarda, odamlarda, muskulda, jigarda zaxira holda to'planadigan uglevod turi hisoblanadi. U hujayraning ichidagi silliq endoplazmatik to'rda sintezlanadigan modda turi hisoblanadi. U zamburug'larda ham hattoki zaxira holda to'planadigan modda hisoblanadi. Yodimizda qolsin. Davom etamiz. Endi xo'p, sellyuloza. Sellyuloza o'simliklar hujayra devorini hosil qiladi. U gazlama, qog'oz kabi mahsulotlar tarkibini asosini tashkil etadi. Xo'p, demak biz kiyib yurgan kiyimlar gazlamadan to'qilgan bo'lsa agar, biz o'qiyotgan kitoblar qog'ozdan iborat bo'lsa, demak biz sellyulozadan foydalanarkanmiz. Asosan ustimizga kiyib olganimiz ham, qo'limizda ushlab yuradigan, o'qiydigan kitoblarimiz ham sellyulozadan tayyorlangan ekan. Davom etamiz. Endi uglevodlarning funksiyalariga bir boshlik to'xtalib ketamiz. Birinchi energetik funksiyaga to'xtalaylik. Uglevodlar fermentlar ta'sirida osongina parchalanishi mumkin. Uglevodlarni parchalaydigan fermentlarni hammasini bitta qilib karbogidrazalar deb ataymiz. 1 gram uglevod oksidlanadigan bo'lsa 4,1 kilokaloriya yoki 17,6 kilojoule energiya chiqadi. Uglevodlar energiya almashinuvining anaerob va aerob sharoitda parchalanish xususiyatiga ega. E'tibor bering, anaerob ham parchalana oladi. Ya'ni kislorodsiz sharoitda ham parchalanishi mumkin. Ko'pchilik organik moddalar bunday xususiyatga ega emas. Aynan uglevod shunday xususiyatga ega. Shunday xususiyatga ega bo'lganligi uchun ham organizmda uglevod asosan energiya manbai hisoblanadi. Xo'p, uglevod anaerob sharoitda parchalangandan ko'ra aerob sharoitda parchalansa ko'proq energiya hosil qiladi. Eslasak, dissimilyatsiyaning 3 ta bosqichi bor edi. Ikkinchi bosqichi glikoliz, uchinchi bosqich aerob parchalanish deb atalardi. Ikkinchi bosqich glikolizda 200 kilojoule energiya chiqsa, uchinchi bosqich hisoblangan aerob parchalanishda esa 2600 kilojoule energiya chiqar edi. Xuddi shundan o'sha aerob parchalanishda qanchalar ko'p energiya chiqishini eslab olishimiz mumkin. Va e'tibor bering, miyani, buyrakni, muskulni qancha glyukozni ishlatishi berib o'tilyapti. Va bular parchalab yuboriladi va hosil bo'lgan energiyasi shu miyaning, buyrakning, muskulning ishlashi uchun sarflanadi. Davom etamiz. Endi uglevodning zaxira funksiyasiga o'taylik. Uglevodlar polisaxarid holda organizmlarda zaxiralanadi. O'simliklarda kraxmal zaxiralansa, hayvon, zamburug' odamlarda glikogen zaxiralanadi va mana shu glikogenning zaxiralanishi mana e'tibor bering, jigarda amalga oshirilyapti. Muskulda ham zaxiralanishi mumkin glikogen. Yodimizda saqlab qolaylik. Xo'p, va yana bir narsani aytib o'tishga kerak. Lishaynikda ham kraxmal bo'ladi. Ya'ni lishaynikda ham polisaxarid bor edi. Biz uni esimizda saqlab qolaylik, lixenin deb ataymiz. Va shu lixenin ham zaxira funksiyaga misol bo'ladi. Davom etamiz. Endi struktura, ya'ni qurilish funksiyasi. Uglevodlarning qurilish funksiyasi. Uglevodlarning qurilish, ya'ni struktura funksiyasi bu hujayraning membranasini yoki hujayra qobig'ini hosil qilishda qatnashishi hisoblanadi. Esimizda bo'lsa, o'simliklarning hujayra qobig'i juda pishiq hisoblangan sellyuloza deb nomlangan moddadan tashkil topgan bo'lar edi. Demak, sellyuloza uglevodlarning struktura funksiyasiga misol bo'lar ekan. Xitin esa zamburug'larning hujayra qobig'ini hosil qiladi. Va undan tashqari bog'moyoqlilarning tana qoplamiga mustahkamlik berish xususiyatiga ham ega edi bu xitin. Demak, xitin ham struktura funksiyasiga misol bo'lar ekan. Va xitinda yana bir o'ziga xos xususiyati, uni tarkibida azot deb nomlangan element ham bo'ladi. O'zi uglevodlar tarkibida boshida aytgandek, uglerod, kislorod, vodorod bo'lar edi. Va mana azob saqlaydigan uglevod ham bor ekan, bu xitin bo'lyapti. Yodimizda saqlab qolaylik. Va endi murein deb nomlangan uglevod turiga to'xtalaylik. Murein uglevodi bakteriyalar hujayra devorini hosil qiladigan modda hisoblanadi. Va shu murein ham struktura funksiyasiga misol bo'lyapti. Demak, bu xitin, murein, sellyulozalar hujayra qobig'ini hosil qilib, hujayrani tashqi ta'sirlardan himoya qilish, shaklini saqlab turish vazifasini bajaradi. Mana e'tibor bering, o'simlik hujayrasini eng pastki qismi sitoplazmatik membranani hosil qilyapti va yuqori qismlari esa shu sellyulozadan iborat bo'lgan qismni hosil qilyapti. Xo'p, bu esa zamburug' hujayrasi. Zamburug' hujayrasini e'tibor bering, pastki qismi sitoplazmatik membrana,
o'rta qavati xitin bo'lyapti va yuqori qismi bo'lsa yana bir boshqa modda turidan iborat qoplama hosil qilyapti. Va bu bakteriyani esa e'tibor bering, mana yashil qismi sitoplazmatik membrana, sariq qismi aynan sariq qismi va yashil qismi hujayra devori bo'lib, mana sariq qismini o'zi murein degan moddadan tashkil topgan bo'ladi. Qizil qism esa maxsus kapsuladan iborat bo'ladi. Demak, murein, xitin, sellyuloza va pektinni ham aytib o'tib ketishimiz kerak. Sianobakteriyalarda pektin deb nomlangan hujayra qobig'ini hosil qiladi. Pektin deb nomlangan modda. Shular struktura funksiyasiga misol bo'ladi. Endi retseptorlik funksiyasiga to'xtalaylik. Retseptorlik funksiyasi bu hujayra membranasini sirtida glikokalix deb nomlangan kompleksdan iborat bo'ladi. Bu kompleksning vazifasi rasmlarda ko'rib turibmiz. Shakar zanjiri deyilyapti, ya'ni uglevodlarning zanjiri. Mana shu qism aynan glikokalix hisoblanadi. Mana bu yerda ham karbohidrat, ya'ni uglevod shakar zanjiri deyilyapti. Ya'ni aynan shu qism glikokalix hisoblanadi. Shu uglevodlar hujayrani tashqarisidan impuls qabul qilib olib, hujayraning ichiga uzatish vazifasini bajaradi va shu funksiya retseptorlik funksiyasi deb nomlanadi. Yana bitta funksiyasi bor, signal funksiyasini ham bajaradi. Mana signallarni qabul qiladi va hujayra ichiga uzatadi deb aytib o'tish ketyapti. Davom etamiz. Endi plastik funksiya va metabolik funksiyaga to'xtalaylik. Bu plastik funksiya va metabolik funksiyani bir-biriga aralashtirib yuborish juda ham oson. Birinchi plastik funksiyaga to'xtalaylik. Plastik funksiya bu murakkab organik birikmalarni hosil qilishda ishtirok etish hisoblanadi. Misol uchun riboza ATF va RNK tarkibiga kiradi. Dezoksiriboza esa DNK tarkibiga kiradi. Mana rasmga e'tibor bering. DNKning bir bo'lagini olganmiz. DNKning bir bo'lagidagi bitta nukleotidni o'zini alohida holatda bu tomonga ko'rsatyapmiz va shu DNKni hosil qilgan nukleotidlarning har bittasida pentoza turi bor. Bu pentoza DNKdan hosil qilishda qatnashayotganligi uchun dezoksiriboza hisoblanadi. Demak, shu DNKni yoki RNKni yoki ATFni hosil qilishda qatnashish plastik funksiyaga kirar ekan. Endi metabolik funksiya esa bu shu monosaxaridlar parchalanib, aminokislota, yog', kislota va boshqa organik modda turini hosil qilish uchun sarflanishi hisoblanadi. Plastik funksiya deydigan bo'lsak, moddani, monosaxaridni o'zi umuman tuzilishi o'zgarmaydi, shunday turaveradi. Pentoza hozir matdan ajralsa ham, ajralmasa ham mana shu holati o'zgarmaydi. Bitta yoki ikkita atomdan chiqishi yoki qo'shilishi mumkin xolos, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Metabolik funksiyada esa keskin o'zgarish sodir bo'ladi. E'tibor bering, uglevod shakliga u lipidga aylanganda qanaqa holatga o'tib qolyapti. Demak, metabolik funksiyada monosaxarid molekulalari shakli o'zgarib, parchalanib yoki boshqacha holatga o'tib, aminokislotani yoki yog' kislotani hosil qilishi mumkin ekan. Demak, metabolik va plastik funksiyalarning farqlarini bilib oldik. Xo'p, demak, o'quvchilar, endi himoya funksiyasiga yetib keldik. Himoya funksiyasiga bitta uglevodni misol qilib olamiz, geparin uglevod. Geparin odam va hayvonlarda qonni yurishga to'sqinlik qiluvchi ingibitor, ya'ni to'xtatuvchi vosita sifatida katta ahamiyatga ega. Mana rasmga e'tibor bering. Qon tomirining ichki qismida tromb hosil bo'lib qolgan. Mana shunday tromb hosil bo'lishini biz jigarimizdan ishlab chiqariladigan geparin moddasi qonimizga vaqti bilan qanchadir miqdorda chiqib, shunaqa tromblar hosil bo'lishini oldini olib turadi. Qarang, hozir hech qanaqa jarohat yo'q. Tromb o'zi aslida hosil bo'lmasligi kerak edi. Lekin hosil bo'lib qoldi. Mana shunday tromblar aynan geparin deb nomlangan modda yordamida hosil bo'lishi oldi olinib turadi. Yodimizda saqlab qolaylik va bu qonni shunaqa qon tomirlarida tromb hosil bo'lib qolishini oldini olayotganligi uchun ham himoya funksiyasiga kirib ketadi. Yodimizda saqlab qolaylik, geparin uglevod ekan. Geparinni ko'pincha testlarda oqsil deb berganda o'quvchilar oqsil deb olib qo'yadi. Shu narsaga e'tiborli bo'laylik. Geparin bu uglevod hisoblanadi. Geparin bu uglevod hisoblanadi. Uglevodlarning aynan polisaxarid turi hisoblanadi. Yodimizda saqlab qolaylik. Shu bilan darsimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.